Agar yer sharidagi barliq dengiz suvi tatliq suvga aylanib ketsa, nima ish yuz berdi? Bu vaqtda dunyodagi tatliq suv kirisi uzil-kesil hal bo'ladi. Ammo ko'p qism insonlar xatarning asta-asta yetib kelayotganligini qilcha his qila olmaydi. Bir kundan keyin nurg'un dengiz okean jonliqlari asta-asta o'lishga boshlaydi. 100 million yillik tadrijiy taraqqiyot jarayonida baliqlarning tendagi hujayralarga dengiz suvining sing'ishi butunlay moslashib ketgan. Shunga dengiz suvi tatliq suvga aylanib ketsa, ularning tendagi to'qilmalar uzil-kesil buzg'unchilik uchraydi. Bir haftadan keyin ko'p qism laylama jonliqlar va yusin turidagi o'simliklar yo'qolishga boshlaydi. Tadqiqotlarga asoslanganda yer sharidagi 70% fotosintez rolini dengiz suvidagi yusinlar o'rnaydi ekan. Shunga dengiz okeandagi yusinlarning hammasi yo'qolib ketsa, yer sharidagi oksigen 70% dan ko'proq azlab ketar ekan. Ya'ni kelib bu yusin o'simliklarning chiritishi bilan ko'p miqdordagi metan gazi qo'yib berilib, atmosferada texnik ko'p karbon oksid paydo bo'ladi. Quruqlikda hayvonlar va o'simliklarmi bu vaqtda zo'r ta'sirga uchraydi. Parning effekti keskinlashib, yer shari yomon sifatli aylanishga boshlaydi. Bir oydan keyin dengiz okean jonliqlarining hammasi o'lib tugaydi. Omborlardagi dengiz mahsulotlarimi xo'rab tugay deb qoladi. Dengiz bo'yidagi baliqchilarning hammasi degidek ishsiz qoladi. Butkul dengiz okean kasb zanjiri tadrijiy yemirilishga boshlaydi. Bir yildan keyin yer shari iqlimida zo'r o'zgarish bo'ladi. Tuz miqdorining yo'qolishi dengiz suvining zishligining tuvanlab ketishini keltirib chiqaradi. Shunga hargizmi okean iqlimi orqali klimat ekvatorining atrofidagi nachar havoni tangishigili bo'lmaydi. Yer posti harakati kuchayib, yer tavrash va yanardog' portlash kayni-kaynidan yuz berdi. Qisqagina bir yilda yer shari insonlarning yashashiga mos kelmaydigan bo'lib qoldi. Shunga dengizdagi tuz miqdori yer sharining tamponligini saqlashda intayin muhim rol o'ynaydi. Amaliyotda dastlabki mezgildagi dengiz okeanlar hozirgidek ko'p miqdordagi tuz tarkibiga ega emas. Bundan 4 milliard 500 million yil ilgari yer sharining yer posti hamda bir parcha issiq suv ichidan sovigan. Bu chog'da atmosfera temperaturasi tadrijiy tuvalgan hamda uzilmay suv o'rnini shakllantirgan. Buning bilan yer sharida qor yomg'ir ko'p yuz bergan. Nurg'un suv iqimi yig'ilib, oxirida dengiz okean shakllangan. Bu iqimlar dengiz suviga quyilish jarayonida yo'l bo'yidagi tuproq va tog' jinslarini uzluksiz yalab o'tadi hamda har xil tuz turidagi moddalarni paydo qiladi. Uning ustiga dengiz tagidagi bir qism tuzlar erib, dengiz suviga qaytiladi. Ba'zi olimlarning mo'lchariga asoslanganda dengiz suyidagi tuzlarni yer shari tekshi yeysa 40 qavat binogacha dövlənilgan. Gerçi dengiz suyidagi tuz miqdori shuncha ko'p bo'lsa-mu, afsuslanarli yer shari klimat temperaturasining o'rlishiga ergishib, Atlantik okeanining suvi qaytadan tuzsizlanishga boshlagan. Okean iqlimida bevosita o'zgarish yuz berib, sovuq dengiz suvi ekvatorga iqib kirgan. Ammo issiqroq bo'lgan dengiz suvining aksicha ikki qutbga iqishi, ikki qutb muzliqining erishini barg'ansir kuchaytirayotgan. Hozir suv kamchil bo'lish biz duch kelayotgan muhim masala bo'lib qoldi. Ishlatishchan suv manbasini izlash uchun insonlar g'oyat zo'r tirishchanliklarni ko'rsatmoqda. Garchi dengiz suyini tuzsizlantirish texnikasi bekitilgan darajada tatliq suv kirisini pasaytiradigan bo'lsa-mu, biroq bu texnika yanada zo'r miqdordagi odam kuchi, elektr kuchi tannarxiga ehtiyojli. Buning ustiga dengiz suvi tuzsizlantirilgandan keyin keraksiz suv yanada dengiz okeanga chiqarib etiladi. Buning bilan bir yomon sifatli aylanma hosil bo'ladi. Dengiz okean jonliqlarimi ta'sirga uchraydi. Shunga mohiyatdan aytganda dengiz suyini tuzsizlantirish suv boyliq kamchil bo'lish masalasini hal qilishning tub usuli emas. Amaliyotda eng unumli tadbir yanada tejab ishlatish hamda kunsir aziyib ketayotgan suv boyligini qadrlash. Mushunda qilgandala ondan yer sharini yaxshi qo'g'dig'ili bo'ladi. Mazmun